Umar ibn Abdülaziz adil imam bo'lib, dunyoga berilmagan Umayya xalifaligining mashhur xalifalaridan biri edi. Uning tarixiy ish izlari to'g'ri yo'lga boshlag'uvchi 4 xalifa radhiyallohu anhumlarga o'xshab ketadi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu uning haqida mundaq degan: "Mush yigitdek payg'ambar alayhisolamning namoziga dal o'xshab kiradigan, namoz o'qiydigan kishini ko'rmadim" degan edi. U bo'lsa Amirul Mu'minin Marvanning o'g'li Umar ibn Abdülaziz rahimahulloh edi. Uning onasi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning o'g'li Asimning qizi Layla radhiyallohu anha edi. U hijratning 61-yili Madinada tug'ilgan bo'lib, tog'asining yanida o'sib yetilgan. U tog'asi va sahobalaridan tarbiya olgan. Kichik vaqtida Qur'oni Karimni yodlagan edi. Hijratning 87-yili Valid ibn Abdul Malik Madinaga amir bo'lgan. Hijoz zamanining hammasiga idorchilik qilish uchun hijratning 91-yili Taif viloyatini o'zining boshqarish doirasiga qo'shib olgan edi. U bu mazgillarda kishilar bilan ijtimoiy munosabatlarda eng yaxshi, muomalalarda eng odil kishi edi. U qiyin masalalarga yo'liqqanda Madinadan 10 necha ulamoni yig'ib maslahatlashadi. Ular siz biror masalaga qaror chiqarmaydi. Abdumalik ibn Marvanning o'g'li Sulaymon xalifa bo'lganda uni sirdishi qilib oldi hamda vazirlikka tayinladi. Hijratning 99-yili xalifa Sulaymon vafot bo'lishidan ilgari bir parcha maktub yozgan bo'lib, u maktubida Umar ibn Abdülaziz rahimahullohning o'ziga izbosar bo'lib, xalifa bo'lishni vasiyat qilgan edi. Umar ibn Abdülaziz rahimahulloh xalifa bo'lgandan keyin munbarga chiqib, "Ey insonlar, men sizlarga amir bo'lish bilan sinoqqa duch kelyapman. Bu xalifalik na mening xohishim bilan, na musulmonlarning maslahati bilan bo'lmadi. Sizlarning ustunlardagi bay'atni bekor qilyaptim. Amirni o'zinglar tanlanglar" deganda kishilarning hammasi: "Ey mu'minlarning amiri, seni tanladik va sening amirligingga rozi bo'ldik. Barakatlik va o'ng'ishli holda bizning ishlarimizga yetakchilik qilgan" deyishdi. U xalifa bo'lib, dal 2 yil 5 oy 4 kun o'tganda qo'l ostidagi bir qism zolim amirlar bo'linib chiqib olib, kishilarga zulm qilishga boshladi. U zulmni qarshi turib, mazlumlarning yanida turdi hamda mazlumlarga yordam qildi. Musulmonlarning orasida adolatni umumlashtirdi. Undan boshqa ilm irfonni kengaytirish, davlat ishlarida kengash bilan ish qilishni amillashtirish, payg'ambar alayhisolamning hadislarini qonunlashtirish qatorliq sohalarda qattiq tirishchanliklarni ko'rsatdi. Umar ibn Abdülaziz rahimahulloh hijratning 101-yili Rajab oyining 25-kuni olamdan o'tdi. Alloh uning adolati va yaxshi amallariga mo'l mukofotlarni bersin.